Assalomu alaykum. Anglayotganinglar Şinjan Xalq Nashriyati tarafidan nashr qilingan tarixiy roman Chala tekkan o'q. Avtori Abdulla Talib. 2-qism. 22-bob. 1. Bala qaza yolg'iz yurmaydi. Xalq maqolasi. Mart oyining oxirgi kunlari. Havo to'satdan o'zgarib ketgan edi. Kunduzi judun, kechasi qop-qorong'u tuman. Bugün kecha qar aralash sim yomg'ir to'xtamay yig'ib turadi. Achchiq so'g'oq kishining badaniga nashtar sanjib o'tadi. Ko'chalarda odam qarsi ko'rinmaydi. Al yatquga yaqin 41 nomerli qora oldiga mosh rangli pikap yana paydo bo'ldi-da, ikki kishi pikapdan tushgan peti Zaman qulning uyiga g'ibida kirib ketdi. Bular boshqarma boshlig'i Xogojun va bölüm xodimi Nasir edi. Zamanqul noma'lum bir so'rindan hilina qaytib kelib, choy ichib o'ltiradi. U chachrab turib ikki mehmonini o'ringa taklif qildi. U bugunmi xilala kayf edi. Mashinchi qizni dedi Xogojun kirmayla. Zamanqulga savol berib, "Aybashga keltiraldingizmi?" Zamanqul boshqarma boshlig'ining mixtaq qadilib turishidan ayminib, yerga qarab oldi va tirnig'ini tatlagan peti duduqlanib turib qoldi. Bir ozdan keyin og'zi zuvonga keldi-da javob berdi. "Yo'q, texi uning holi cho'ng, bo'yni qattiq, tarsa bir nima ekan. Men kirsamla jaddilik qetib, kirpidek tugilib oladi. Qopqini ichib qarabmi qo'ymaydi. Eliqi aynak jihozdagi suratlarni qo'lga tushira oldingizmi?" "Rost, buni demabdiman. Keyingi qatimda barsam, u suratlar jihozda ko'rinmaydi." Boshqarma boshlig'i bu gapni anglab o'rnidan tik turib ketdi-da, yanchuqidan bir papros chiqarib tutashtirdi. Ikki qo'lini kayniga qaychilab, allaqanday xiyollar bilan uyning ichida tinimsiz mang'atdi. Uning go'shlik ingaklari tuvanga sangilab ketgandek ko'rinadi. U oxirida Zaman qulga zardisi bilan buyruq qildi. "Sen u qiznikiga kechqurun yana bor. Jihozdagi suratni ilojning bericha qo'limizga tushirishga amal qilib ko'r. Chunki u narsa bizga bak muhim. Mubodo qiz qarshilik ko'rsatsa, qo'shnisi Oyimxonning pash qilishni asos qilib, uningga buzuqlik jinoyati ortib qo'lga olib, uyni oqtirishqim bo'ladi. Jamiyatda nomi amali yo'q. Uningdek gaday qizning kari chog'liq. Biroq u uydan nurg'un axborotni qo'lga tushira olamiz. Bu ishni o'rinlashda ko'ngilcheklik qilishga zodi bo'lmaydi. Yoshlar tashkilotining bir maxfiy punkti ashu qizning uyi ekanligi esonda bo'lsin. Gap shu, biz ketdik." Mashranglik pikap ketdi. Zamanqul kiyim-kechaklarini silishqimi erinib, karvatiga dum tushgan peti uxlab qoldi. Atsi u bosh ko'zi garang holatda o'rnidan turdi. Akşamki haraq tishlab olganligidanmi, u pat-patlab beshini ikki qo'l bilan ching mujib qo'yatdi. Yovmosan teg'i tarafdan saharda kelib qora oldidagi qor yog'och shexida yiqimsiz sayrayotgan chuqalan qog'larning ovozi chinig'i tekkan Zamanqul o'rnidan qo'zg'algan peti talog'a chiqdi-da, qog'larga chalma atdi. Qog'lar badari qo'zg'aldi-da, ulanbay siyon puchib ketdi. Keyin u kiyim-kechaklarni ravrs kiyib, Ardachodagi shu qadinas oshxonasiga qarab mandi. Bu oshxonada Zamanqul xuddi o'zini daldiga olgan qochqundek to'pmi to'g'ri bir kunni o'tkazdi. G'izani bo'lsa qarni yerilog'idek yedi, ichdi. Uning ko'zlari xuddi xun ichgan qotilning ko'zidek bo'lakcha qizarib ketgan edi. Zavol tushgan mezgilda o'rnidan turib oshxonaning sirtiga chiqdi-da, orqa ko'cha timini yaqilab mang'anicha udul yatqiga bordi. Yon qurolini osdi. Bir inchga simni yanchuqiga soldi. Ishkini taqab yana ko'chaga qarab mandi. Yanxon klubi oldiga yiqilib borganda bir tup qariyag'ach tuvidiki yo'nda iriqidan atlab o'taman deb dumlab tushdi. "Asinay, amdi mavo nakaslikni qarmamdigan." Zamanqul vaysaytdi. Yo'nda iriqidan tasda qopdi. U avaylab berib bayqi qariyag'achqa aranla yamishib oldi. Kiyim-kechki
qop-qara patqoq bilan bulg'angan edi. U qarorgohini esiga oldida baraymu, barmaymu, barmasam boshqarma boshliqining so'riqi, barsam butun a'zoyim yunda patqiqi deb bir hazagacha arsalda bo'lib qoldi. Rastalla uning beshi gangirgan edi. Lekin u yerga bugun kecha cho'qim berishi kerak. U qaytib yatqiga bordi-da, kiyim kechkini yengushladi. Bu chaqda xilila kech kirib qolgan edi. Zamanqul yana uydan chiqdi-da, udul tarafdagi xalta ko'cha bilan Xaba bo'yiga o'tdi. Tugman eriqining janub tarafini bo'ylab chig'ir yo'llar bilan mangdi. Uningga insi jin yo'liqmadi. Baradigan manzili yaqinlashgan sari paylini buzib mang'atdi. Bir ozdan keyin u fazilatning qorasi oldiga kelib to'xtadi. Zamanqul ichidan mahkam ilib qo'yilgan darvozani bir necha qitim urib baqdi-yu, angiltalmadi. Fazilat bilan singlisi Aytulun allaqachon uxlab ketishgan edi. Zamanqul qaramliqiga ilib oldi tomning pasrak bir yeridan qo'raga sakrab tushdi. Güp qilgan ovozdan Fazilatning yuragi qartlaq qilib qoldi-da, cho'chib uyg'onib o'rnidan irg'ib turdi va chiroqni yondirdi. Kiyim kechkini kiydi. Ondan o'tin yoradigan paltini ilib, zanjirlangan eshikning yiniga kelib turdi. "Ishkingizni ching, o'tganda degan heliqi chaponli qiraqtimni ilib keldim", dedi Zamanqul. Eshikning sirtida muloyim ovozda. "Nimishga birovninkiga kechilab kelib, ishdak timidan sakrab tushib yurisiz? Ishingiz bo'lsa, at kunduz keling", dedi Fazilat. "Demisingizmi, kunduzda kelmoqchi edim. Turpanga bordiganligimni helila angildim. Shunga hozir kelib qoldim. Bu savarlikimni kechiring. Rahmni beribla ketaman." Bu gaplar Fazilatni ishkilantirdi. Uning ustiga Zamanqul shumluq qilib o'tgan qitim simkor haqqiga $20 pulni o'shib berib etgan. Buni mushu qitim 100 turani qaytarib berish lozim degan fikr Fazilatning kallasiga kirib oldi-da, eshikni oxiri ichib berdi. Zamanqul xuddi qavandek usibla uyga kirib oldi va barg'am peti avval aynak jahozidagi uchaylarning suratini izladi. Jahozidagi suratlarning yo'qolganligini bilgan Aman chiroyi birdilla tatirib ketdi. Uning qapiqidan muz yig'ib, talati bezirib alpozdan qotillik imo berdi. "Menga ortiqcha pulning lozimi yo'q." Fazilat darg'azab bilan Zamanqulning ortiq puli va xetini uning oldiga tashlab berib ta'kidladi. "Halol ajrimning haqqini yetadi. Bas, harom singmaydi. Etinga yana qaysi yuzingiz bilan menga xat yozib yurdingiz? Sabahatxon achamni xorlig'iningiz yetmamdikan, ko'zimdan yuting. Hozirla yo'qiling. Bu so'g'amga ikkinchi dastigacha bo'lmang. Ancha vala zo'riqib ketmang. Mening texe deydigan so'zim bor", dedi Zamanqul beshamlikiga ilib. "Sabahatni desingiz, u birinchidan tug'mas, ikkinchidan u muallim. Shuning uchun men uni yaxshi ko'rmadim. Shuning uchun lirani yoki Shanxaylik satani tanlagan ekansizda?" "Yo'q, men hozir mashinchi qizni tanladim. Og'zingga balo tegsin ilohim. Og'zingni choy qotib so'zla. Mening jaddi jamaatim hammasi o'qituvchilik bilan shug'ullandi. Menmo bilim egalarini so'yman. Sening meni tilga ilishga nimadan? Sen mening xilimiding? Xilingiz javlani? Dal shu, uning bilimi, vijdoni. U hozir nada? Dan terik ko'mib etgan yerda. Undaqda sizni mo shu yerga olib qo'yish kerakmi? Buningdan bo'lakmi sizning kasbing bormidi?" Fazilatning qattiqligini ko'rib Zamanqulning o'g'zi qaynab, ko'zlari chekchiyib ketdi. Uning bilan raqibi rishtasining borligini Zamanqul zodila o'ylab boqmagan edi. Raqibidan o'zini shuncha tuvan ko'rgan bu qizni shu topda chaynavatkusi kilatdi. Zamanqulning shum ko'zlaridan qon chachirayotgandek turadi. Ushtum tutla sirtdan hush quritgan ovoz anglandi. Zamanqul o'rnidan darhol turib Fazilatga nashtar ko'zini sanjib, "Gap shundoq ekanda, xo'p, bo'ladi. Amisa" degan peti aldirab-saldirab chiqib ketdi. Ikkinchi tun tang mezgili edi. Zumratdek suzuk osmonda son-sanoqsiz yulduzlar julo qilib, Fazilatning ho'yla aramlariga marvoyitdek nur sepib turadi. G'arib tarafdagi tugman qishida
Zamanqulning himmat ag'isi hiliqi Nasir boshlab kelgan qurolliq saqchilar 6-yigitlardan birini chambarchas bog'lab qo'ygan. Dolanliq bu yigit uzoq tortgan kezik og'riqi azobidan yengila xarj bo'lib, amdi tilamchilik bilan turmush kechirdi. Uning makoni mushu yerdagi tugmanning kolisi edi. U kechida muzlab yotolmay, yugurib isinish uchun amdila tugman kolisidan chiqqanda, uni saqchilar bog'lab oldi-da, andin hush qurtish orqali belgi berdi. Zamanqul mushu belgi bo'yicha bu yerga yetib keldi va fazilatning muomalasi, jahozidagi suratning yo'qligi to'g'risida Nasirning xulqiga pichirladi. Bo'ldi, xotirjam bo'l. Qurbonlik qo'y, mana o'z puti bilan keldi, deb Nasirmo Zamanqulning xulqiga pichirladi. Arqadan heliqi bog'lab qo'yilgan dolanliq yigitning kachtiga bir qancha shapaloq urdida qattiq qayva qilib va qor yomg'irdak til haqorat yog'dirib, shu yerda so'roq boshladi. Qani so'zla, tun kechida sen bu yoq kelib, nima ishlarni qilib yursan? Yo'q, mutam. Nasir qattiq varqirab yigitni bir musht urdi va oqshom sen bu mahallada bir yetim qizning oilasini bo'lab, qizning iffat nomusiga tegishdak askilikni sodir qilib, yana bazdak go'shib tursan-ku, endi mana ziqing to'shib, qo'lga tushdingmi? Qilmishingga ko'nmaydi ekansan. Hozirla tanavingni darg'a tortaman, dedi. Yo'qsa, xo'jam, bu deganlarim mening o'ngim turmoq tushumgim kirmagan. Men og'riqchan bechora odamman. Ammo Nasir bu shum peshona yigitning noli zariga parvomi qilmay, shu an uni ikki saqchiga topshirib turmaga avatibdi. Chunki komediya mana shunday o'rlashtirilgan edi. Bu gunohsiz yigit shu tariqada to'qinoq bola ilmek qazo uchrab nobud qilingan edi. Shuningdan keyin Zamanqul, Nasir va bir saqchi fazilatning qurasi oldiga keldi. Zamanqul baya quradan chiqib ketgandan keyin fazilat darvozasini yana ichidan ilib olgan edi. Bu qitim ular fazilatning uyiga zo'ravonlik bilan bostirib kirdi. Bu qitimmi qiz qilcha qo'rqmadi. Boshqa kelganda Batur degandek, u bosqinchilarga g'azab nafrat bilan ho'muyib qattiq turadi. Biz yuqorining topshiriqi bilan hozir uyingizni aqtirmiz, dedi Nasir. Mening uyimni aqtirishga nima haqqinglar bor? Meningda nima gunoh bor? Nimishga uyimni aqtirmoqchi bo'lsizlar, dedi g'azab bilan fazilat. Zamanqulning mingisi qizamoqda edi. Heliqi kechisi himoyatlarining o'ninga yelbirib, undaq bir gaday qizning qari chaqliq, qilcha rahim qilmaslik kerak, degan topshiriqi qo'liqida qo'ng'ildashqa boshladi-da, xuddi bulanchidek berib, fazilatning yeshil sirliq sanduqining qulupini buzishga boshladi. Uni fazilat to'sdi. Zamanqul qattiq ittirdi. Qiz uni bir tasdak soldi. Zamanqul musht bilan birini soldi. Ikkisi ilishmoqda edi. Fazilatning burnidan bulduqlab chiqqan qip-qizil qon Zamanqulning yuz ko'zlarini bo'yivatdi. Qiz qattiq nafrat yog'dirib, Zamanqulni tillig'ili turdi. Zamanqul texmo vahshiylashib yanchuqidagi inchga simni oldida fazilatning gilidan bo'g'ib varqirayolmas qilib qo'ydi. Bu chaqda singlisi Aytulun neriqi uyda uxlayotdi. Ağaçning noli zarini anglab, cho'chib uyg'ondida yer ko'kni titrakidek darajada qattiq varqirab yig'lashga boshladi. Zamanqul darhol yugurib berib uningga yon qurolni tanglab, "Eli aytibman shu, og'zingni yum", deb uni to'xtatdi. Fazilat amdi sim sirtmoqning qattiq siqishi bilan varqirmoq tugul tinolmay qoldi. Qaroqchilar uning sanduqlarini bir-birlab aqtirib, o'ngtay-to'ngtay qilavatdi. Javlonining fazilatda qoldirgan tarix tezislari va boshqa qo'lyozmalarini fazilatning cho'ng bir albom suratlar to'plami bilan qo'shib ilib ketdi. Qaroqchilar qizning jidal chiqarishdan vahima yeb, uni sim bo'g'moqdan bo'shatmayla tashlab ketgan edi. Muboda biror masala yuz berib qolgan taqdirda boyiqi tugman yenida bog'langan dolanliq 6-yigitni qurbon qilvatmoqchi edi. Tragediyaning oqibati shundoq bo'lib chiqdi. Qotillar yongandan keyin Aytulun yugurib ichkirki uyga kirdida
ağaçning qonga milinib yotgan gavdasiga o'zini otdi va o'zining yuz ko'zlarini mo'rlab, chochlarini yo'lishga boshladi. U faryod bilan ağaçni qichqiratdi. "Acha, acha, nim bo'lding? Ko'zingni och. Menga bir qarg'ina." U ağaçning gilidagi simni ko'rib varqiravatdi va uni ming bir ta'sirda bo'shatdi. Lekin fazilat allaqachon tiniqdan to'xtab qolgan edi. Uning olmadek rangdor yuzi hozir xuddi nildek ko'kirib ketgan edi. Eg'iz burunlaridan bujuldab chiqqan shalpardek qip-qizil qon uning oppoq bo'yinlarini bo'yab turardi. Qunduzdek qop-qora bo'ston chochlari chuvilgan edi. Aytulun buqildab yig'ilgan peti ram ko'znakdan sirtqa qaradi. Tang yorush oldida edi. U ramning bir qantini echivedi. Izg'irim shamol tashdakdiki gullarni larzon tavirtishga boshladi. Aytulun paxtaliq koni chakman pashmetini kiydi. Beshiga qariliq ortida öksüp yig'lab yigani hazi açtı. Alam yoshlari ko'zlaridan yomg'irdak to'kilatdi. Arlab tiliqib hushidan ketadi. Yetim qizning yig'isi tomlarini titratgandek to'latdi. "Dardingda o'lamdiman acha, o'tingda ko'yamdiman acha" deb nola qilatdi. Yig'a ovozini anglab, heliqi qo'shnisi Oyimxon yugurib kirdi. U ahvolni ko'rgandan keyin yana tez chiqib ketdi-da, shu mahalla imomining xotini Zivida buvini darhol chaqirib keldi. Subhi suzlaganda yaqin yaroqlar kayni-kayndan yig'ilishga boshladi. Lekin meyitga amdi Oyimxon ega bo'lib oldi. U marhumning otasidan qolgan matolarni elib chiqib, o'zidan boshlab bir muncha kishilarga oq chaydi. Qo'rag'i odamliq to'lgan edi. Ular asta pichirlashib voqeani surishtirdi. Shu an sho'ba saqchi idorining muavin boshlig'i yetib keldi-da, namozga yig'ilgan xaloyiqqa uqtirib, "Kecha bu uyda sodir bo'lgan voqeani to'liq bilamiz. Qotil tugmanning yinda naq maydonda qo'lga tushdi. Cho'qim uningga tegishli jazo berilgusi, meyitni kayniga tortmay vaqtida yerlikka qo'yib o'tinglar" dedi. "Jujang rost aytidi", dedi Oyimxon. "Uning ustiga havomo bak issiq. Joyiga chapsan uzatmasak yomon bo'ladi. Saqlab turmay dargohiga yetkizgunimiz savobli." Shunday qilib, fazilatning jinozasi bomdodga ulgurib uzatildi. "Do yetimni uribdi, o'mchuk musofirni" degan qonliq fojia mushu tarzda planliq bir taraf qilingan edi. Fazilatning namozi tushirilib bo'lgandan keyin maktab mudiri va nopos saqchisi Aytulindan hol so'rab keldi. Bechora qiz ustoziga esilib toza yig'ladi. Mudir bilan nopos saqchisining yoshlari to'kilatdi. Nopos saqchisi bu anzning tegi taktini sizib olgan edi. Biroq bu sirni teshiga chiqara olmaydi. Panohsiz qolgan Aytulinga maktab mudiri bilan nopos saqchisi homiy bo'ldi. Keyin janubdagi tuqqanlarga tepishtirib, uni yo'lga silib qo'ydi. 22-bob tugadi.